Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Ramazon bu nafaqat suhdan shomgacha yeb ichishdan tiyilish, balki qalbimizni kengroq ochish, atrofimizdagilarga mehribonroq bo'lish oyidir. Bugun biz Afg'on hayoti kanalida sizlarga oddiy, ammo qalbni titratuvchi bir voqeani ko'rsatmoqchimiz. Afg'oniston ko'chalarida bir burda issiq nonning qadri qanchalik baland ekanini bilasizmi? Hozir buni birgalikda ko'ramiz. Ko'pchiligimiz menda ortiqcha pul yo'q, qanday ehson qilaman deb o'ylaymiz. Lekin ehson bu faqat boylik degani emas. Payg'ambarimiz aytganlaridek, yarimta xurmo bilan bo'lsa ham o'zingizni do'zaxdan asrang. Ramazon oyida qilingan kichik bir ehson, bir ogiz shirinsoz yoki bir dona xurmo ham ulkan savobga ega. Afg'onistonda hayot qiyin bo'lishi mumkin, lekin odamlarning bir-biriga bo'lgan mehri hali ham so'ngani yo'q. Mana, ko'rib turganingizdek, saxovatpesha insonlarimiz oz mashinalarda ko'cha-ko'yda yurgan, iftorlikka yeguligi yo'q oilalarga, bolajonlarga issiq non va xurmolar ulashmoqda. Bu kadrda ko'rayotganingiz shunchaki oziq-ovqat emas, bu umid. Bu siz yolg'iz emassiz degan xabar. Mashina oynasidan uzatilgan mana shu issiq non bir oilaning iftorlik dasturxoniga quvonch olib kirdi. Qarang, mana bu insonning yuzidagi tabassumga. Bu tabassumning narxi yo'q. Ehson qilgan odamning o'zi ham ruhiy xotirjamlik topadi. Bergan qo'l, olgan qo'ldan doimo ustundir. Azizlar, keling, ushbu muborak oyda biz ham imkon qadar saxovatli bo'laylik. Sizning kichik yordamingiz kimningdir og'irini yengil qilishi mumkin. Agar ushbu video sizga oz bo'lsa-da motivatsiya bergan bo'lsa, videoga like bosing va do'stlaringizga ulashing. Zero, yaxshilikka dalolat qiluvchi ham o'sha yaxshilikni qilgan bilan barobardir. Sizningcha, ehson qilish uchun boy bo'lish shartmi? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman. Keyingi videolarimizda Afg'onistondagi haqiqiy hayotni ko'rsatishda davom etamiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ramazon barchangizga muborak bo'lsin.